Asal festivalining ochilish marosimida to'planib turibmiz. Hurmatli do'stlar, Asal festivali juda ajoyib o'tyapti. Mana ko'rishimiz mumkin. Viloyat rahbari asalchilar bilan tanishyaptilar. Asal festivali belgisi juda boshqacha o'tyapti. Mana ko'rishimiz mumkin. Qirg'iz Respublikasi, Tojikiston, Qozog'iston, Rossiya davlati, Turkiya, Xitoy davlatlarining tadbirkorlari tomonidan mahsulotlar qanaqa? Zo'r. Namangan brendiga aylanib borayotgan xalqaro asal festivali ham davlatimiz rahbarining asalarichilikni rivojlantirishga qaratgan katta e'tiborlari va soha vakillarini qo'llab-quvvatlash yo'lida berilayotgan keng imkoniyatlar samarasini namoyish etish. Asal festivali boshladi 4-chi. Ular hokimi ham mehmonlar bilan Bular Qirg'iziston To'xtaguldan. To'xtagul tumanidan kelgan. To'xtagul Jalolobodda. Hurmatli do'stlar, Asal festivali juda ajoyib o'tyapti. Mana ko'rishimiz mumkin. Viloyat rahbari asalchilar bilan tanishyaptilar. Mana bu yoq Surxonlar yoq va shunaqa. Namanganga kelinglar. Mana yangi buyurtma hozirmi? Siz yemasangiz kim yeb ko'radi? Buni sanab beradi. Rahmat, sog' bo'ling. Asal festivalida Xitoyliklar Xitoy kompaniyasi. Asal festivali belgisi juda boshqacha o'tyapti. Mana ko'rishimiz mumkin. Nafaqat viloyatimiz yoki respublikamiz boshqa viloyatlar, balki Qirg'iz Respublikasi, Tojikiston, Qozog'iston, Rossiya davlati, Turkiya Asal festivalining ochilish marosimida to'planib turibmiz. Bu yerda mana O'zbekiston 24. Mansur aka, mahsulotlar qanaqa? Zo'r. Мы приехали с Киргизии, с Жалобатской области. Bu yerda Bokir aka. imkoniyatlar mana shu o'zini samarasini bermoqda.